شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان Odatda usul ko'p fazilatga boy bo'lgan, mag'firat ham barakat, rahmatlarga liq to'lgan, jannatlar keng ichilib, do'zax mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم. Bu yerdə bexillik bilan israfçılıqның zadi nima ekanligini bilib olish intayin muhim. İslamның nöqtə nəzəri boyunca faqat 3 işla israfçılıq qatarıga kirdi. Birincisi, haram işlarga pul sarf qilish. İkincisi, halal işlarga chekidan oshirib xarajat qilish. Üçüncüsü, Allah rizoligini emas, balki riyoxo'rlikni chiqish olgan holda yaxshi ishlarga boylik sarf qilish. Buning aksicha mundaq ikki ish bexillik qatarida sanaldi. Birincisi, inson o'zining va farzandlarining ehtiyojini qamdashda iqtisodiy imkonga yarasha chiqim qilmaslik. İkincisi, xayrli ishlarga pul chiqarmaslik. Bu iki xil xarakterning o'rtasida normallikni saqlash bo'lsa, dal islomning tutgan yo'l bo'lib, bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq deydi. Turmush mashaqqatlari o'tirhollikni saqlash insonning dono bo'lganligidir. Qur'on Karimda Bismillahirrohmanirrohim 2 qitim takrorlangan sura qaysi sura? Qani kim eng tez va eng to'g'ri javob bera oladi?